Ravil, agar ko'zing ko'rganda birinchi bo'lib nimani ko'rishni istagan bo'larding yoki kimni ko'rishni istagan bo'larding? Oyi. Ko'zingiz ko'rganida kimni yoki nimani birinchi ko'rishni istagan bo'lardingiz? Quyoshni. Agar ko'zingiz ko'rganida birinchi kimni yoki nimani ko'rishni istagan bo'lardingiz? Osmonni. Ko'zingiz ko'rganida birinchi kimni yoki nimani ko'rishni istagan bo'lardingiz? Men ko'zim ko'rganda birinchi shu bir hech bo'lmasa bir daraxtlarni, barglarni bir ko'rgan bo'lar, istagan bo'lardim, chunki bu tabiat juda chiroyli. Xudo shunday chiroy bilan yaratgan, buni endi asli qo'yaverasiz. Aka, agar ko'zingiz ko'rganida birinchi kimni yoki nimani ko'rishni istagan bo'lardingiz? Birinchi bo'libmi? O'zimni.